يشدو به ألقا سعدا وجلانا علم الشريعة باب فاز داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا علم الشريعة غيث سح وابله بسم الله الرحمن الرحيم غضا وريانا لله در بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربع نووية كتابنا ألتنش حديثي كياندك عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استمسك لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري والمسلم أبو عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما رواية qilinadi aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda shunday deyotganlarini eshitdim albatta halol ochiqdir va harom ham ochiqdir bu ikkisini orasida shubhali ishlar bor uni insonlardan ko'pchiligi bilmaydi kimiki shubhadan taqvo qilsa u dinini va irzini nomusini saqlabdi kimiki shubhaga tushsa haromga tushibdi xuddiki karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fihi o'ralganni atrofida hayvonlarini boqayotgan cho'pon kabidir uni ichiga ya'ni o'ralganni ichiga tushishligiga yaqin qolgan holatida o'ralganni atrofida boqayotgan hayvonini boqayotgan cho'pon kabidir ogoh bo'lingki har bitta podshohning o'zini himoya qilgan joyi bor ya'ni o'ragan joyi bor ogoh bo'lingki albatta Allohning himoyasi o'ragan joyi uni harom qilgan o'rinlaridir ogoh bo'lingki albatta jasadda bir parcha go'sht bor agar u yaxshi bo'lsa jasadning barchasi yaxshi bo'ladi agar u fasod bo'lsa ya'ni rasvo bo'lgan bo'lsa jasadning barchasi fasod bo'ladi rasvo bo'ladi ogoh bo'lingki u qaltir dedilar uni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sharhga kirishyapmiz Usaymin rahimahulloh sharhlaydilar bitta Nabiy sallallohu alayhi vasallamda albatta halol ochiqdir va harom ochiqdir degan so'zlarida hadisda hukm uchun 3 qismga taqsimlashlik bor hukmlarni 3 qismga taqsimlashlik bor birinchisi halol uni barcha biladigan ochiqdir xuddiki meva bug'doy libos harom qilingandan boshqa liboslar ya'ni harom bo'lmagan liboslar va hasr cheklanishlik bo'lmagan narsalar ikkinchisi ya'ni harom uni barcha biladigan ochiqdir zino o'g'irlik aroq ichishlik va shunga o'xshagan narsalar uchinchisi shubhali o'rin uni bilmaydi u halolmi yoki harommi u shubhalini sababi uni ichida yo dalilda shubha bor yo u dalilda bo'lgan shubha yoki masalaga dalilni to'g'ri kelishligidagi shubha u ba'zida shubha hukmda bo'ladi ba'zida esa hukmda o'rnida bo'ladi unga bir misollarni keltirishadi hop dalilda bo'lgan shubha u hadis ya'ni bi yakuna al hadithu أولا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح ثانيا هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل dalildagi shubha ya'ni hadis birinchidan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahihmi yoki sahih emasmi ikkinchidan u hadis mana bu وهذا يقع كثيرا ko'pincha ya'ni bu voqea bo'ladi فما أكثر ما يشكل الحديث هل ثبت أم لا يثبت وهل يدل على هذا أو لا يدل mana bu ko'pincha voqea bo'ladi hadisda ishkal qiladigan narsalarda ko'pincha ya'ni nima ko'p hadisda ishkal bo'ladigan narsalar hadis sobit bo'lganmi yoki sobit bo'lmaganmi va mana bunga dalolat qiladimi bu hadis unga dalolat qiladimi yoki yo'qmi savol tashlaydi shunday hukmni o'rnida bo'lgan shubha esa mana bu hadis mana bu masalani o'ziga muvofiq keladimi yoki muvofiq kelmaydimi deydi usulchilarning nazdida birinchisi tahrijul manot deb nomlanadi va ikkinchisi esa tahqiqul manot deb nomlanadi tahrijul manot degani nima degani misol tariqasida bir ish bor bu ish kufrmi yoki yo'qmi buni fe'lga chiqarish bo'ladi ikkinchisi tahqiqul manot esa bu keyin ya'ni bu fe'ldan keyin natijada foilga tushirishlik birinchi fe'lni chiqarishlik ya'ni bir ish bor bu ishda hukmi nima bu ish kufr ishmi yoki yo'qmi keyin u hal bo'lgandan keyin ikkinchi masala tahqiqul manot deydi u foilga tushirishlik masalasi buni orqasidan kofir bo'ldimi yoki yo'qmi shunday masalalar bor deb aytyapti xo'p endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamda la ya'lamuhunna kathirun minan nas insonlardan ko'pchiligi ularni bilmaydi ya'ni shubhali o'rinlarda degan so'zlarida bu shubhalar insonlardan ko'pchiligi bilmaydi va ularni ko'pchiligi biladi ham ko'pchilik biladi va ko'pchilik bilmaydi deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning aksari bilmaydi demadilar agar insonlarning aksari bilmaydi deganlarida ya'ni ozchilik biladigan kimsalar bor degan ma'no chiqib qolardi demak Nabiy sallallohu alayhi vasallamda insonlardan ko'pchiligi uni bilmaydi degan so'zlari yo ularning ilmi ozligi uchun yoki fahmi ozligi uchun yoki ma'rifatda ularni sayozligi uchun
Hop, Nabiy sallallohu alayhi vasallamda faman ittaqa shubahat ay tajannabaha. Kimiki shubhadan taqvo qilsa degani, ya'ni shubhadan uzoqda bo'lsa degani. Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat istabra deganlari ay akhdul baraa yoki akhadal baraa desa, ya'ni faqat istabra kimiki shubhadan uzoqda bo'lsa, taqvo qilsa, u istabro bo'libdi, ya'ni uzoqda bo'libdi, baroat bo'libdi, baroatni olibdi degani. Nabiy sallallohu alayhi vasallam diniy deganlari o'zi bilan Allohning orasidagi narsada uzoqda bo'libdi degani. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallamda va irdihi degan so'zlari nomus masalasida o'zi bilan insonlarning orasidagi narsani aytyaptilar. Chunki shubhali ishlar agar inson uni shunga tushib qoladigan bo'lsa, unga minsa yoki uni qilsa deyapti. Sora irdatan linnas, insonlar uchun nishonga aylanadi u. Insonlar uchun nishonga aylanadi, ya'ni uni irza haqida gapiradigan insonlarga bir nishonga aylanadi. Nima deyishlik bilan hada rajulun yaf'alu kaza va yaf'alu kaza. Nima deydi ular? Mana bu kishi falon narsa qilyapti, fiston narsa qilyapti degan so'z bilan. Va mana shunday Alloh bilan o'zini orasidagi narsa ham shunday deyaptilar. Lidinihi bo'ldi-ku. Hop, endi kimiki agar shubhaga tushadigan bo'lsa, haromga tushibdi degan so'zlari bu jumla shartiyya bo'lyapti. Ya'ni jumla shartiyya bo'ldi. Va man waqa'a fi shubahat ay fa'alaha. Kimiki shubhani qilsa deganida, tushib qolsa degani. Waqa'a fil harom, mana bu jumla tahtamilu ma'nayn. Haromni qilgan bo'ladi deganlarda bu jumla ikki ma'noni o'z ichiga oladi. Hop, birinchisi shubhani nima qilishlik, shubhani bajarishlik haromligi. Ikkinchisi esa annahu zari'atun ila al-wuqu'i fil muharram. Birinchisi shu shubhani bajarishlik harom bo'lishligi. Ikkinchisi esa haromga tushishlik, o'sha narsa, shubhali ish haromga tushishlikka sabab bo'lishligi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam misollariga qarashlik bilan keltirgan misollariga bizlar uchun ikki ma'nodan qaysi biri sahihroq ekanligi ochiq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan misollar bilan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning misollari karra'i degan so'zlarda mol, qo'y, tuya boquvchi degan, ya'ni cho'pon degani. Yar'a havlal hima degan so'zlari himoyalangan o'rinda atrofida, himoyalangan makonda atrofida degani. Himoyalangan makonda atrofida hayvonlarni boqadigan cho'pon kabi. Annahu qad yuttakhadhu makanun yuhma. Himoyalangan o'ringa aylangan, chunki u fala yur'a fihi imma bihaqqin aw bighayri haqqin. Hop, yana qaytarsam, yar'a havla al-hima degan so'zlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda himoyalangan makonda atrofi degan ma'no ekan. Chunki u himoyalangan makon qilib olingan. Uni ichida, endi o'sha himoyalangan makonda ichida boqilmaydi, yo haqqoniy, haqqi bo'lganligi uchun yoki haqsiz bo'lgan holatda illa boqmaydi. Endi boquvchi mana bu bo'lakni atrofida bo'lishligi, mana shu boquvchi, ya'ni cho'pon. Yushiku ay yaqa fihi ay yaqruba ay yaqa fihi, unga tushishligi yaqin bo'lib qoladi. Buni atrofida, mana bu bo'lakni atrofida bo'lishligi, himoyalangan o'rinda atrofida bu cho'pon bo'lishligi o'sha makonda ichiga kirishligiga voqe bo'lishligi, qilib qo'yishligiga yaqin bo'ladi. Chunki hayvonlar agar mana bu yerni, ya'ni himoyalangan yerni, ya'ni o't-o'lanlar bilan to'ldirilgan, yam-yashil himoyalangan yerni ko'radigan bo'lsa, tezda mana bu himoyalangan yerga kiradi. Undan man qilishlik, undan qaytarishlik qiyin bo'lib qoladi. Mana shuningdek, shubhali o'rinlar ham uni atrofida agar yuradigan bo'lsa, undan o'zini tiyishligi qiyin bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushuntiryaptilar. Ya'ni misol tariqasida tushuntiryaptilar. Ya'ni o'zim qisqa qilib aytib beradigan bo'lsam, o'zi hadisning boshida ham keldi. Xuddiki cho'pon, ya'ni shubhaga tushishlik, haromga tushishlik kabi dedilarda, keyin xuddiki buni misoli deb turib, bir cho'pon hayvonlar bilan bir o'ralgan bir makonda atrofida, u o'ralgan makonda ichida endi pishirilib turgan narsalar bor, ya'ni o'sib turgan narsalar, nabototlar, o't-o'lanlar bor. U o'ralgan o't-o'lanlar. Uni atrofida cho'pon hayvonlarni boqishligi, o'sha hayvonlari u qani ichiga tushishligi yaqinroq, birovda haqqiga kirib ketishligi yaqinroq bo'lib qoladi. Deyaptilarda, xuddiki insonlar ham haromga yaqin yursa, atrofida, ya'ni undan o'zini tiyishligi qiyin bo'lib qoladi deb tushuntiryaptilar. Buni misoli yaqinroq bo'ldiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning quyidagi so'zlari: "Man waqa'a fi shubahat waqa'a fil harom." Kimiki shubhani qiladigan bo'lsa, tushadigan bo'lsa, u haromga tushibdi degan so'zlarning ma'nosi yaqinroq. Ay awshaka ay yaqa'a fil harom, haromga tushishligi yaqin bo'ldi degani. Chunki misol ma'nosi li'annal misala yudahul ma'na. Misol ma'noni ochib beryapti chunki deyaptilar. Xo'p, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ala deb aytdilar. Ala bu adat istiftah, ochishlik asbobi hisoblanadi. Ala degani foydasi tanbih, yaqinda keladigan narsaga bir tanbih o'laroq ogoh bo'ling degan ma'noni sifatda biz o'zbekchada ma'no shunday bo'ladi. Ala va inna likulli malikin himan. Har bir podshoh uchun himoya qilingan, o'ralgan joyi bor. Ay kullu malikin lahu himan degan ma'no. Ya'ni o'sha har bir podshoh uchun o'ralgan, ya'ni himoyalangan yer bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam podshohni o'ralgan o'rnini hukmini bayon qilishni xohlaganlari yo'q. Ya'ni u halolmi yoki harommi? Halolmi haromligi haqida. Chunki o'sha o'ralgan o'rindan maqsad, o'sha o'ralgan o'rindan halol bo'ladigan ham va undan harom bo'ladigan ham bor. Himodan hadisdagi o'sha o'ralgan o'rindan maqsad, voqea bo'lgan hadisdagi maqsad va mas'alatul hima va o'sha o'ralgan
makonni masalasi ikki turga ko'ra bo'ladi. Mana bu hadisdagi o'ralgan makondan va masalasidan maqsad ikki turga ko'ra deyaptilar. Birinchisi, agar o'zi uchun va hayvonlari uchun qo'rg'onni qilsa, o'rab olsa, bu harom bo'ladi, ya'ni harom qilingan o'rin bo'lib qoladi. Agar u musulmonlarda hayvonlari uchun xuddiki zakotdagi tuyalar va jihod tuyalariga o'xshagan unda shunaqa qilib olsa, uni o'rab olsa, u halol bo'ladi, chunki u o'zi uchun xoslanmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, musulmonlar 3 ta narsada sherikdirlar: o't o'landa, suvda va o'tda. Buni Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala va inna himallohi maharimuhu, Allohning o'rab qo'ygan makonlari u harom o'rinlar deganda bu jumla ta'kidlangan jumla bo'lyapti. Inna bilan va adoti istiftoh asbob bilan, ala bilan. Ma'nosi Allohni himoya qilgan o'rinlari Allohni harom qilgan o'rinlardir. Unga yaqinlashlikdan o'zingni saqlagin, chunki Allohni harom qilgan o'rinlari xuddiki podshohni o'rab qo'yilgan yeri kabidir. Unga biror kishi kira olmaydi. Unga biror bir kishi kira olmaydigan himoyalangan bir yer kabidir deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ala va inna fil jasadi mudghatan, ogoh bo'linglarki jasadda bir parcha go'sht bor degan so'zlarda bu ham ala bilan va inna bilan ta'kidlash jumlasi bo'lyapti va ma'nosi esa ogoh bo'lingki insonning jasadida bir parcha go'sht bor. Ya'ni inson unda tishlaydigan miqdorda, yeyishlik paytida tishlaydigan narsa miqdorida bo'ladi va u kichkina bir narsa miqdorichadir deyaptilar. Shoriy rahimalloh sharhlab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni agar o'sha bir parcha go'sht to'g'ri bo'lsa, jasadning barchasi to'g'ri bo'ladi. Agar u fasod bo'lsa, u rasvo bo'lsa, butun jasad rasvo bo'ladi va ogoh bo'lingki, bu qalb u qalbdir dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jazoni shartga bog'ladilar. Qachon qalb to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, jasad to'g'ri bo'ladi. Qachonki qalb fasod bo'lsa, jasadning barchasi fasod bo'ladi dedilar. Ba'zi ulamolar mana bu podshohni misolini o'xshatdilarki, agar to'g'ri bo'lsa, mana bunga podshohni ham misol keltirishdi. Agar podshoh to'g'ri bo'lsa, uni qo'l ostidagilari ham to'g'ri bo'ladi. Agar podshoh rasvo bo'lsa, qo'l ostidagilari ham rasvo bo'ladi deb. Lekin uning ichida ulamolar, ya'ni tekshirib chiquvchi ulamolar fikr berdiki va aytdilarki, bu misol to'g'ri emas, to'g'ri bo'lmaydi. Chunki podshoh ba'zida buyuradi va itoat qilinmaydi. Qalb agar o'sha badanlarga buyruq bersa, unga itoat qildiradi va lozim ham. Fa huwa ablaghu min an yaqula kal maliki ya'muru ra'iyya. Va u eng boliqroqqa aytishligi. Podshoh qo'l ostidagilarga buyuradi. Qalb agar javorihlarga buyursa, unga itoat qildiradi. Unga itoat qiladi va itoat qilishi ham lozim, deyapti. Va u yana aytishligi. Podshoh ra'iyasiga, ya'ni qo'l ostidagilarga buyurgan paytda xuddiki buyuradi. Agar qalb yaxshi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, jasad to'g'ri bo'lishligi lozim. Agar qalb fasod bo'lsa, buzuq bo'lsa, jasad buzilishligi lozim deb aytishligi to'g'riroq, deyapti. Mana bu hadis haqiqatda katta bir hadisdir. Agar inson u haqida gapiradigan bo'lsa, juda ko'p sahifalarga yetadi. Lekin biz inshaalloh ishora qilamizki, javomi' foydalarni, qisqacha foydalarni, mana bu hadisdagi foydalarni jamlashlikka ishora qilamiz. Mana bu hadisning foydalaridan birinchisi, narsalar 3 qismga bo'linyapti. U halol ochiqligi va harom ochiqligi va shubhali o'rin bo'ldiki, har bir turning hukmi uning misolini aytishligimiz. Birinchisi halol, ochiq. Unga biror bir kishi uni qilishlikda malomatlanmaydi. Uning misoli Alloh taolo halol qilgan narsa, donlar, mevalar, liboslar va undan boshqa narsalardan, Alloh halol qilgan narsalardan foydalanishlik. Bu halol, ochiqdir. Unga bir qarshi chiqishlik yo'q. Harom ham ochiq. Barcha insonlar uni qilishlikda malomatlanadi. Uning misoli aroq ichishlik va o'lik yeyishlik, cho'chqa go'shtini yeyishlik va mana shunga o'xshagan narsalar. Va buning hukmi zohir ma'ruf. Va bu yerda endi shubhali ishlar borki, va hadihi mahallul xilafi baynan nas. Mana bu insonlarning orasida xilof bo'lgan o'rin. Insonlarni uni ichida ixtilof qilayotganligini topasiz. Undan harom deb turgan kimsalar va undan halol deb turgan kimsalar. Va ulardan to'xtagan kimsalar ham bor va ulardan tafsilotini qilgan kimsalar ham bor. Va endi shubhali o'rinda misoli sigaret chekishlik, shubhali o'rin, ya'ni uni birinchi paydo bo'lishligida shubhali edi, lekin hozir o'sha tibbiyot taqdim qilgandan keyin ochiq bo'ldiki va insonlar o'rgangandan keyin mana bu sigaretning holatini qat'iyan, mana bu holatini insonlar uni harom ekanligini bilgandan keyin ochiq bo'ldi hamma yo'q. Bizning nazdimizda bunda ishkal yo'q, deyapti. Mana shunga ko'ra sigaret birinchi paydo bo'lishlik paytida shubhali ishlardan edi va bayinot ishlari bo'lmagan edi u, ya'ni ochilmagan edi. Keyin nima bo'ldi? Uni haromligi ro'yobga chiqdi va undan saqlanishlik kelib chiqdi. Ikkinchi foyda, shubhaga tushishlik sabablari 4 tadir. Birinchisi, ilmning ozligi. Ilmda ozligi shubhani keltiradi. Chunki ilm keng bo'lsa, ya'ni narsalarni biladi. Ilmi ko'p, ilmi keng odam boshqalar bilmaydigan narsalarni biladi, deyapti. Xo'p, ikkinchisi tushuncha qisqaligi, fahamda zaifligi. Mana bu sohibul ilm wasi'ina bi an yakuna sohibu ilmin wasi'in kathirin, ko'p keng ilm egasi bo'ladi, lekin u tushunmaydi. Mana bu ham va mana bunda ishlar unga shubhali bo'ladi. Uchinchisi, tafakkur, tadabburni
qisqaligi. O'zini nafsini tadabbur qilishlikda va izlanishlikda va ma'nolarini hujjat bilan o'rganishlikda jonini qiynamaydi, o'zini qiynamaydi. Mana bu lozim emas. Ya'ni o'zini nafsini tadabbur qilishlik, izlanishlik va hujjat bilan ma'nolarini bilishlikda mana bu lozim emas deb o'z nafsini qiynamaydi. Bu uchinchisi. To'rtinchisi esa uni kattaligi ham eng katta va huwa a'zamuhu eng kattasi yomon maqsad bo'lishiga, qasd yomonligi. Illa yaqsudal inson ila nasru qawlihi faqat biqat'in nazari an kawnihi sawaban aw khata'an. Fa min hadhihi niyyatihi, ya'ni maqsad yomon bo'lishligi. Inson faqatgina so'zi to'g'ri so'zi g'olib bo'lishligini qasd qiladi. U to'g'rimi yoki xatomiligidan fikrni kesadi. Kesishlik bilan faqatgina so'zini g'olib kelishligini qasd qiladi. Mana bu niyatidan famin hadi niyatihi natijada esa ilmga erishishlikdan mahrum bo'ladi. Alloh taolodan ofiyat so'raymiz, chunki u ilmdan havoga ergashishlikni qasd qilyapti. Mana bunday shubhalar insonlarning barchasida bo'lmaydi. Ikkita dalil bilan, bittasi u nasdan bo'lgan, u ya'ni dalildan bo'lgani, Nabiy sallallohu alayhi vasallam la ya'lamuhunna kathirun minan nas, insonlarni ko'pchiligi ularni bilmaydilar degan so'zlaridir. Ko'pchiligi biladi degan ma'no chiqadi. Ikkita dalildan bittasi dalilda, ya'ni bu dalil bo'lishligi. Ikkinchisi esa ma'nodan bo'lishligi. Agar naslar, ya'ni dalillar insonlarning barchasiga shubhali bo'ladigan bo'lsa, Qur'on ya'ni bayon bo'lmagan bo'ladi, ya'ni ochiq bo'lmagan, bayon bo'lmagan bo'ladi va shariatdan bo'lgan narsa majhulligicha qoladi. Shubha va bu imkonsiz, ya'ni mumkin bo'lmaydigan imkonsiz narsa tushuntiryaptilar. Xo'p, foydalardan uchinchisi Alloh taoloning hikmatiki, shubhali o'rinlarni zikr qilishligidagi hikmati, hatto unga tolibi ilmlar ilm talab qilishlikka haris bo'ladigan kimsalarga bayon bo'lgunicha va haris bo'lmagan kimsalarga ham bayon bo'lgunigacha. To'rtinchisi annahu la yumkinu an yakuna fi shari'ati ma la ya'lamuhu an-nasu kulluhum. Insonlarning barchasi uni bilmaydigan narsani shariatda yo'qligi. La ya'lamuhunna kathirun minan nas degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari kabi, ya'ni insonlarning ko'pchiligi ularni bilmaydi deganlar. Beshinchisi shubhadan saqlanishlikka undashlik. Mana bu shart. Hada mashrutun bima idza qama ad-dalilu ala shubha. Shubhaga dalil qoyim bo'lgan paytdagi narsaga mana bu shart qilingandir. Ammo dalil shubha borligiga dalil qoyim bo'lmasa, bu nima bo'lib qoladi? Vasvasa bo'lib qoladi, ya'ni chuqur ketishlik bo'lib qoladi. Lekin shubha kelib chiqadigan narsa topilinsa, inson tiyilishlikka buyurilgan va shubhani tark qilishlikka buyurilgandir. Bunga misol tariqasida aytayaptilarki, ma thabata fi sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallohu anha, Buxoriyning sahihida Oysha onamizdan rivoyat qilinadiki, bir qavm Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan oldilari keldi. Ya Rasululloh, bir qavm bizni huzurimizga go'sht olib keldi. Go'sht olib kelyapti. Biz uni Allohning ismini zikr qilganmi ular yoki zikr qilmaganmi bilmaymiz, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sammu antum wa kulu. Sizlar bismillahni aytib yuringlar dedilar. Va Oysha onamiz aytayaptilarki, u odamlar, o'sha kelgan odamlar, ular yangi islomda, kufrdan yangi islomni qabul qilganlar edi dedilar. Va bu yerda mana bu go'shtdan saqlanamizmi? Chunki ular Allohning ismini zikr qilganmi yo'qmi qo'rqiladi. Javob: la nattaqihi, yo'q, undan saqlanmaymiz. Chunki u yerda saqlanishlikni keltirib chiqaradigan narsa yo'q. Mana shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam sizlar bismillahni aytib yuringlar dedilar. Xuddiki bunda ulardan rangdan bo'lgan tur malomat o'rni bor. Bitta malomatda ularga malomatdan bir tur bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlar uchun sizlardan boshqasi qiladigan narsada bir narsa yo'q, balki narsa sizlar unda qiladigan narsadadir. Sizlar bismillahni aytinglar va yenglar dedilar. Xo'p, bundan yana agar sizga yahudi yoki nasroniy bir so'ygini olib kelsa, sen uni islom yo'liga ko'ra uni so'yganmi yoki yo'qmi so'ramaysan. Chunki mana bu savol uni ya'ni vajhi yo'q bo'lgan savoldir va u chuqur ketishlik hisoblanadi. Va mana shundan yana insonni kiymaga ham tushishligi, ya'ni bir iz tushib qoladida, u najosatmi yoki najosat emasmi bilmaydi. Mana bu kiyimdan saqlanadimi yoki saqlanmaydimi? Taqvo qiladimi, chetlanadimi, chetlanmaydimi? Javob: qaraladi. Agar u yerda ehtimol najosatligi bor bo'lsa, undan chetlanadi. Va kullama qawiyul ihtimali qawiyut talabul ijtinab. Qachonki ehtimol kuchli bo'lsa, qachonki ehtimol kuchli bo'lsa, chetlanishlik talabi ham kuchlidir. Va kullama qawiyal ihtimalu qawiyat talabul ijtinab. Ehtimol kuchaygan paytda chetlanishlik talabi kuchayadi. Agarki ehtimol bo'lmasa, ya'ni u yoqqa unga qarama. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana buni kesdilar. Nima? Bi qawlihi hina su'ila 'anir rajuli yashkulu alayhi ahdatha am la wa huwa fi salati fa qala la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana buni kesdilarki, bir kishi haqida unga namozda bo'lgan holatida tahorati singan yoki sinmaganligi shubhali, ishkal bo'lib qoladigan kishi haqida so'ralgan paytda
la yansarif qaramagin, ya'ni buzmagin, hatto ovozini eshitmaguninggacha yoki hidini bilmaguninggacha degan so'zlar bilan mana buni Nabiy sallallohu alayhi vasallam kesdilar deyapti. Qoidaki ida wujidal ihtimalu al-ishtibah va qawiyya, agarki shubhali ehtimol topilinsa va kuchli bo'lsa, tark qilishlik kuchli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, uni tark qilishlik zaif bo'ladi. Va qachonki aslida ehtimol topilmasa, uni tark qilishlik dinda chuqur ketishlik, undan qaytarilgan dinda chuqur ketishlik bo'lib qoladi. Qoida bo'ldi bu. Foydalardan 6-si. Shubhaga tushuvchi haromga tushuvchidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimiki shubhaga tushsa haromga tushgandir degan so'zlar uchun. 7-si Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ta'limlarining go'zalligidir. Mana bu misol keltirishlik bilan, ya'ni his qilinadigan misol keltirishlik bilan bo'ldi. Nimaga? Ma'qul bo'lgan ma'nolarni u bilan bayon bo'lishligi uchun. Ma'qul bo'lgan ma'nolar u bilan ochiq bo'lishligi uchun. Mana bu Qur'oni Karimning yo'lidir. Alloh taolo aytdiki: "Va tilkal amsalu nadribuha lin-nas va ma yaqiluha illa al-alimun." Ankabut surasining 43-oyatida mana bu misollarni biz insonlarga keltirdik. Unda faqatgina biluvchilar aql yuritadi. Ya'ni go'zal bir ta'limdanki muallim ma'qul bo'ladigan, ya'ni hissiy narsalar bilan ma'qul bo'ladigan narsalarni yaqinlashtiradi. Hissiy narsalar bilan ma'qul bo'lgan narsalarni yaqinlashtiradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam cho'pon o'ralgan makonni atrofida hayvonlarni boqadi, uni ichiga tushib ketishligi, uni ichiga kirib ketishligi yaqin bo'ladigan holatda degan so'zlar uchun. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamda o'ralgan makonda atrofida hayvonlarni boqadi degan so'zlaridan, ya'ni o'ralgan makon uchun iqror qilishlik olinadimi? Javob bu xabar berishlik bobidir. Savolni boshqatdan o'qisak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamda o'ralgan yerni atrofida, cho'pon o'ralgan yerni atrofida hayvonlarni boqadi degan so'zlardan o'ralgan yer uchun qaror qilishlik, faraz qilishlik, ya'ni qaror qilishlik olinadimi? Javob bu, ya'ni xabar berishlik, bajarishlik bobi. Bundan shariat hukmga dalolat qilmaydi bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam narsalarni bajarishlik uchun zikr qiladilar, hukmini bayon qilishlik uchun emas. Bunga misol tariqasida boshqa misol aytadi Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Atarkabunna sunana man kana qablakum." Sizlardan oldingi kimsalarga ergashib ketasizlar. Yo'liga ergashib ketasizlar. Fala ya'ni zalika anna rukubana sunan man kana qablana jaizun bal huwa ikhbarun 'anil waqi'. Bundan Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizlardan oldingi kimsalarni yo'liga ergashib ketishligimiz joizligi kelib chiqadi deb demayaptilar bu yerda. Nazarda tutmayaptilar, balki u voqelikdan xabar berishlik bo'lyapti dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu yerdagi holat ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar. Holatni tushuntirishlik uchun voqelikdan, hissiy voqelikdan misol keltirib aytayaptilar, xolos bu yerda deyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar qildilarki, bir joriya falon yerdan falon yergacha yura oladi, u faqatgina Allohdan qo'rqqan holatida deb xabar qildilar. Bunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam u uchun mahramsiz safar qilishligi joizligini nazarda tutmayaptilar. Lekin bu zarbul masaldir, misol keltirilgandir. Voqelikdan xabar berishlik bo'lyapti-da bu yerda, kelajakda bo'ladigan voqelik. Demak, biz aytamizki, mana bu hadis la yadullu ala javazil hima, o'ralgan makondan joizligiga dalolat qilmaydi. Chunki u zarbul voqea uchun zarbul masaldir. Ammo o'ralgan makonda hukmi uni ikki turni zikr qilishlik bilan bayon bo'ladi. Ikkitasidan birinchisi musulmonlarning maslahati uchun bo'lganligi bu joiz. Ikkinchisi yaxtassu bihil hami, ya'ni o'rab olgan kimsa esa, o'rnini o'rab olgan kimsa, u bilan xoslangan o'sha o'rab olingan makon bu harom bo'ladi. Chunki u uchun omma uchun bo'lgan narsani xoslashiga unga mumkin emas edi, deyapti. Birinchisiga misol: antuhma hadhihi al-ardu min ajli an yurkaz fiha anabib bi ikhraj al-ma fa hada jaizun bila shak. Mana bu yerni undan suv chiqarishlik uchun, latok o'rnatishlik uchun mana bu yerda o'rab oladi. Bu shubhasiz joiz, deyapti. Yoki hosildor yerni musulmonlarning hayvonlari uchun nima qiladi? O'rab olishligi. Xuddiki zakot hayvonlari va jihad, Allohning yo'lidagi jihad uchun otlar va shunga o'xshagan narsalarni uchun. Ikkinchiga misol: idha hamahu li nafsihi aw li bahaimihi, u o'zi uchun yoki hayvonlari uchun uni o'rab olgan paytdagi holat. Endi foydalardan 8-inchisi vosilalardan, ya'ni vosilalarni to'sishlik. Ya'ni haromga yo'llaydigan har qanday vosita uni shunga haromga tushib qolmaslik uchun yopishlik vojib bo'ladi. Ya'ni harom yo'liga boradigan o'zi harom ish bor va o'shanda yo'lida yurish bor. O'shani yo'lidan borishlik bor, o'sha haromga borishlik, shu borishlik yo'lini ham to'sishlik deyapti. Vositalarni to'sishlik shar'iy dalildir. Unga shariatda keldiki, mana bu shundan Alloh taoloning quyidagi so'zidan: "Va la tasubbulladina yad'una min dunillahi fayasubbulloha adwan bighayri ilm." Allohdan boshqaga duo qiladigan kimsalarni ilohlarini so'kmanglar. Natijada ular Allohni ilmsiz holatda dushmanlik qilib so'kib qo'yadilar, deyapti. Mushriklarni olihalarini so'kishlikdan Alloh taolo qaytardi, chunki u Allohni so'kishlikka
sabab bo'lib qoladi. Vaholanki mushriklarning ilohlarni so'kishlik haqqoniy so'kishlik bo'lishligi bilan, ya'ni so'kishlik to'g'ri so'kishlik bo'lishligi bilan birgalikda, lekin Alloh taolo uni qaytaradi deyaptilar. Va Alloh natijada esa Allohni ilmsiz holatda dushmanlik qilib so'kib qo'yadi. So'kib qo'yishlik bo'ladi deyapti. Foydalardan 9-inchisi podshohlarni odatdanki o'rab olishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ogoh bo'linglarki, har bir podshohni o'rab olgan makoni bor. Ya'ni o'rab olishlikning hukmi hozirgina o'tdi deyapti. Misol qilib keltirildi-yu. Foydalardan 10-inchisi barchasini ta'kidlashlik, turlari bilan ta'kidlashlik. Agar hojat mana bunga chaqiradigan bo'lsa deyaptilar. Agar bir aytuvchi aytsaki, ta'kidlashlikda cho'zishlik bor desa, siz aytasiz, ta'kidlashlikda cho'zish bor. Lekin hojat unga chaqiradigan bo'lsa, balog'atdan bo'ladi. Bu ta'kidlashlik balog'atdan, ya'ni fasohat balog'atdan bo'ladi deb aytasan deyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ala deb aytlarki, ogoh bo'lgin deb. 11-foyda to'g'ri bo'lishlikda ham, fasod bo'lishlikda ham o'zagi qalbda bo'lishligidir. Agar qalb to'g'ri bo'lsa, jasad to'g'ri bo'ladi barchasi. Agar qalb fasod bo'lsa, buzuq bo'lsa, jasadning barchasi buzuq bo'ladi deyaptilar. Mana shunga ko'ra foyda kelib chiqadiki, qalbga e'tibor qilishlik javorih amallariga e'tibor qilishlikdan ko'ra ko'proq bo'lishligi vojib bo'ladi. Chunki qalb unga qalbda amallar o'zagi bor, ya'ni aylanadigan o'rni bor. Qalb u bilan qiyomat kunida inson imtihonlanadigan narsadir. Alloh taolo aytdiki, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur va hussila ma fis sudur. U bilmadimi qabrdagi narsa qayta yuborilishligini. Va hussila ma fis sudur va qabrdagi narsalar qayta yuborilganda va qalblardagi narsa oshkor qilinganda bilmaydimi u deb. Xo'p, endi Tarix surasini 8-9 oyatida innahu ala raj'ihi laqodir, u qaytarishlikka qodir bo'lgan zot, yawma tublas saroir, u kunda qiyomat kunida, ya'ni sirlar oshkor fosh qilingan kun deb. Qalbingni shirkdan, bid'atdan, musulmonlarga nisbatan ginadan va g'azabdan va mana bundan boshqa axloqlardan nima qilgan? Pokiza qilgan yoki shariatga qarshi keladigan aqidalardan qalbingni pokizalagan. Albatta qalb u asldir deyaptilar. Xo'p, endi 12-foyda hadisda osiylarga bu yerda raddiya bor hadisda. Ular gunohdan qaytarilgan paytlarida aytdilarki, at-taqwa ha huna deb, taqvo bu yerda dedilar. Va daraba ahaduhum ala sadrihi, ulardan biri qalbiga urdi va dalil qiladigan haq bilan botil ustiga haq bilan dalil qilishlik. Chunki ular at-taqwa ha huna, taqvo bu yerda deb aytgan kimsalardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, chunki taqvo bu yerda deb aytgan zot u Nabiy sallallohu alayhi vasallamdir. Uning hadisdagi ma'nosi idattaqa ma ha huna ittaqatil jawarih. Agar bu yerdagi narsa taqvo qiladigan bo'lsa, boshqa badanlar ham taqvo qiladi. Hadisning ma'nosi shu. Lekin bu yerda aytadiki, taqvo bu yerda deydi, ya'ni bu yerda deb turib Allohga osiy bo'ladi, Allohga gunoh qiladi va taqvo qalbda deb aytadi. Javob bu shubhalarga javob, ya'ni aldovlarga javob juda yengil. Aytamizki, agar bu yerdagi narsa to'g'ri bo'lsa, u yerdagi narsalar ham to'g'ri bo'ladi, ya'ni badanlar ham to'g'ri bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar qalb to'g'ri bo'lsa, jasadning barchasi to'g'ri bo'ladi. Agar qalb fasod bo'lsa, jasadning barchasi fasod bo'ladi dedilar. Hadisning foydalaridan 13-si insonlarning amallaridagi tadbiri qalbga qaytuvchidir. Aytdilarki, yana ayni shu, agar qalb to'g'ri bo'lsa, jasadning barchasi to'g'ri bo'ladi. Agar qalb fasod bo'lsa, jasadning barchasi fasod bo'ladi dedilar. Mana bunda aql qalbda ekanligiga dalil bormi? Dalil bormi deb savol bersa, javob ha. Unda ishora borki, aql qalbda ekanligiga. Tadabbur qiluvchi u qalbdir. Qur'on bunga shohiddir, deyaptilar. Alloh taolo aytdiki, Haj surasining 46-oyatida afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Afalam yasiru, yer yuzida sayr qilmadilarmi? Ular uchun u bilan aql yuritadigan qalblari bordir yoki uni eshitadigan quloqlari bor edi. U ko'zlar ko'rmaydi, lekin qalblar, ya'ni ko'krakdagi qalblar esa ham ko'rmaydi, ya'ni omiydir deb aytdi. Endi aqlni qanday qalbga bog'laydi? Javob bu yerda la ya'lam, bilinmaydi. Biz aql qalbda ekanligiga iymon keltiramiz, xuddiki Qur'onda kelgani kabi, chunki biz qanday bog'lanishligini bilmaymiz. Bizga raddiya ham qilinmaydi. Agar qalb kofir qalb musulmon kishiga qilinsa, mana bu musulmon kofir bo'ladimi yoki yo'qmi deb bizga raddiya berilmaydi. Chunki biz qanday endi aql qalbga bog'lanishligini bilmaymiz. Allohu a'lam deyaptilar. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.